Avvalambor sizga rahmat. Mana biz birinchi umra qildik. Ilohim umraga olib kelgan o'g'limizning umri uzoq bo'lsin, topishi xayrli, barakali bo'lsin. Biz mana umrada juda ko'p joylarni ko'rdik. Ko'rmagan joylarimizga olib bordik. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Mana umralar qilib, muzdek suralarni ichib tomoqlarimiz bo'g'ilib, yosharyaptimi bilmaymiz. Maza qilib mana uyimizga ketyapmiz. Ilohim yo'llarimiz bexatar bo'lsin. Eson-omon borib kelaylik. Hammamizni Alloh panohida saqlasin. Ikki dunyo saodatini bersin. Sizni ham ishlaringizni rivojini bersin. Martabalaringiz bundan ham ulug' bo'lsin. Amin. Ilohim kelasi paytlarda kelganimizda ham o'zingiz umra, haj safarlarini o'zingiz bizga 50 boshi bo'lib, yana ham bundan ham martabangiz ulug' bo'lsin. Rahmat sizga.